Assalomu alaykum, kitobsevar kitobxonlar. Biz Ohangaron shahar axborot kutubxona markazi sizlarga O'zbekiston xalq shoiri Abdulla Oripovning Jannatga yo'l nomli kitobini o'qishni tavsiya etamiz. Ushbu asar o'ziga xos ma'naviy oziqa manbaidir. Unda zamonamizning alloma va donishmand ijodkori O'zbekiston xalq shoiri Abdulla Oripov ijodidan bahramand bo'lishingiz mumkin. Xalqimiz ardog'idagi bu insonning fikr-xayollari, kechirmalari, u kishini o'yga toldirgan holatlar va xotiralar bilan yaqindan tanishish istagidagilar uchun bu kitob ayni muddao bo'lishi shubhasizdir. Bu kitob adabiyot va she'riyat ixlosmandlari, umuman barcha kitobxonlarda katta qiziqish uyg'otadi deb ishonamiz. Aziz kitobxonlar, ushbu kitobni o'qishni xohlasangiz, bizning Ohangaron shahar axborot kutubxona markazimizga tashrif buyuring.